Biz zo'r kayfiyatda efirga qaytdik va bu layfhaklarni hayotingiz davomida ishlatib ko'ring. Oddiy, ammo foydali bo'lgan jihatlarini biz sizga har doim taqdim etamiz va albatta yaxshi chiroyli suhbat jarayonini amalga oshirish uchun studiyamizga mehmon taklif etganmiz. Toshkent shahar suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati axborot xizmati rahbari Ravshon aka Yoqubjonov studiyamiz mehmonlari. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yangi to'y muborak bo'lsin. Albatta, o'zingizga muborak bo'lsin. Kelayotgan yangi yil muborak bo'lsin. Iloyim yakunlayotgan yilimiz barakali bo'lib yakunlansin. Kelayotgan yilimiz albatta yaxshiliklarga boy bo'lsin. Hammamiz xonadonimizga, yurtimizga bir yaxshiliklar bilan kelsin, ezguliklar bilan, bir xayr baraka bilan kelsin. Albatta, ertalabda ezgu tilak tilasang Yaratgan o'zi qabul qiladi deydi. Albatta yaxshi niyat bilan keldik, yaxshi suhbatga keldik. Men o'ylaymanki, sizlar bilan bo'ladigan suhbatimiz hamma uchun bir manfaatli bo'ladi. Inshaalloh. Barokatli yil bo'lsin. To'kin sochli yil bo'lsin. Albatta. Ariqlar to'la suv bo'lsin. Albatta, suv bo'lsin. Kranlarda suv o'chmasin. Endi ko'ryapsiz, hozir suv masalasi nafaqat O'zbekiston, balki Markaziy Osiyo, butun dunyoni bir o'ylantirayotgan masalaga aylanib ulgurdi. Endi bu haqda qancha gapirsak, yurtdoshlarimizni, umuman insoniyatni bir ogohlikka chaqirsak, menimcha kam bo'lmaydi. Global muammoga aylanib Albatta, albatta. Lekin hozir mana yomg'irlar, qish qirovli kunlarda suv juda serob bo'lyapti, juda yomg'irlar ko'p yog'di. Bu gapni albatta faqat siz aytayotganingiz yo'q. Bugun yurtdoshlarimiz aksariyat ana shunaqa fikrda. Yog'yapti-ku, nimaga vahma qilyapsizlar? Yo'q, bugun albatta endi bu hali e'tiqodiy nuqtai nazardan yaratganning ne'mati, u bir deganda hamma yoq to'lib ketishi mumkin, lekin biz hali ojiz banda sifatida sabablarni qilamiz. Bugun mana shu iste'mol qilayotgan suvimizni aksariyat asosiy qismi bugun qo'shni davlatdan keladi. Buni bir necha bor ta'kidlaganmiz. Respublika bo'yicha umumiy 53 milliard kub atrofida suv iste'mol qilinsa, bunda endi qishloq xo'jaligi ham bor, sanoat ham bor va maishiy o'sha ehtiyojlarimizni ishlatadigan suvlarimiz ham bor. Umumiy hajmi shunaqa. Ming afsuski, mana shu mutaxassislarning bergan ma'lumotiga ko'ra, mana shu bu yilda 6,5 milliard kub suv kamaygan. Buni endi tasavvur qilish deyarli har doimgidan. Albatta, mana shu har doimgi iste'mol qilayotgan suvimizga nisbatan, bizga kelayotgan suvga nisbatan va o'zimizda shakllanayotgan suvga nisbatan qariyb 10% dan ortiq kamaygan bu. Bu degani yildan yilga kamayib boryapti degani. Albatta bu endi oldimizga juda ko'p muammolarni qo'yadi. Hal etgan inson degan bir nima deydi, chaqiriqqa ham o'xshaydi bu narsa. O'ylaymanki, bu nima uchun bugun siz bilan biz suhbat qilyapmiz? Mana shu oldimizda turgan muammolarga biz tayyor bo'laylik. Chunki shu paytgacha oldingdan oqqan suvni qadri yo'q, suv tekin degan tushunchalar bizning ongimizga singib ketdi. Ana shu tushunchalarni bugun yuvib tashlash kerak. Chunki oldimizda istasak, istamasak suv bilan bog'liq muammolarimiz bor. Chunki bugun mana shu kamayib borayotgan suv, umuman o'zi qo'shnichilik aloqalaridagi bu masalaning muhim bir ahamiyat kasb etayotganligi bizni oldimizga yana ham katta muammolarni qo'yyapti. Chunki istasak, istamasak bugun suv bilan bog'liq jarayonlarimizni rejalashtirishimiz, mana shu nima deydi? Shu narsaga oldimizda turgan muammolarga tayyor bo'lishimiz kerak. Men juda ko'p ta'kidlayman, mana shu o'zimizda shakllanadigan 20% gina suvimiz bor. Ya'ni 80-85% suvimiz qo'shni Qozog'iston, Tojikistondan keladi. Transchegaraviy hududlardan o'tib kelsa, bor yo'g'i mana shu 15% suvimiz, 20% suvimiz yiliga qarab, endi yog'ingarchilikka qarab o'zimizda shakllanadi. Men bugun ta'kidlamoqchi bo'lgan narsa mana shu insoniyat, ya'ni bizning Markaziy Osiyo ayniqsa mana shu o'zimizda shakllanayotgan, ya'ni O'zbekiston aholisi o'zimizda shakllanayotgan 20% suvni xarajatlarimizga yaqinlashtirishimiz kerak. Ya'ni xarajatlarimizni mana shu shakllanayotgan suvga yaqinlashtirsak, mana shu oldimizda turgan muammolarni birmuncha oson yengib o'tishimiz mumkin bo'ladi. Bu qaysi ma'nodaki, mana shu bugun isrof qilayotgan suvlarimizni tejashga o'rgansak, ya'ni o'sha ertalab tongda turganimizdan tortib, shu yuz qo'limizni yuvishimizdan boshlab to kechgacha mana shu ehtiyojlarimiz uchun ishlatadigan suvlarimizni iqtisod qilishga o'rgansak, o'ylaymanki, maqsadga muvofiq bo'ladi. Endi buni albatta misollar bilan gapirish kerak. Bugun asosiy suvimiz, demak, qishloq xo'jaligiga berilayotgan bo'lsa, 85-90% suvimiz qishloq xo'jaligida ishlatiladi. Ana shu narsani qisqartirish maqsadida bugun hukumat darajasida loyihalar qabul qilinyapti. Ya'ni
shaxsan yurtboshimiz boshchiliklarida bu narsaga alohida e'tibor qaratilyapti. Oxirgi yillarda 10 dan ortiq suvni tejash bo'yicha me'yoriy hujjatlar qabul qilindi. Unga ko'ra mana shu qishloq xo'jaligida purkab sug'orish, tomchilab sug'orish yoki bo'lmasa shu yerlarni lazer yordamida tekislab turish, bir tekis sug'orish tizimini yo'lga qo'yish maqsadida loyihalar amalga oshirilyapti. Bugungi kunga kelib, demak shu 50% dan oshiq yerlarimiz mana shunday yangi loyihalar asosida sug'orila boshlandi. Ana shuni natijasida o'tgan yilning o'zida 8 milliard kub suv iqtisod qilinibdi. Mutaxassislarning fikriga ko'ra 8 milliard kub. Endi bitta misolni aytaman sizga. Mana shu 8 milliard kub suvni biz o'z suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati 4 yil davomida aholiga berar ekanmiz. Mana shu iqtisod qilingan suvni o'zini. Tasavvur qiling. Agar keyingi yil bundan ham ko'proq iqtisod qilsa, albatta, endi mutaxassislar bu yil mana shu 10 milliard kub atrofida iqtisod qilamiz degan prognozni qilishyapti. Bu yaxshi holat. Albatta, bu endi bugun chiqishimiz bilan xalqni qo'rqitish yoki qanaqadir bir vahimaga solish niyatimiz yo'q. Faqatgina shu ogohlikka chaqirib, yurtdoshlarimizni mana shu suvni iqtisod qilishga o'rgatish. Ya'ni shu boya aytganimdek, oldimizda turgan muammolarni nisbatan yengib o'tishga o'rgatish va tayyor turish. Ya'ni endi oddiy misollar bilan aytadigan bo'lsak, kundalik hayotimizda men juda ko'p keltiraman bu misollar. Mana shu oddiy tish yuvganimiz o'zida aksariyat holatlarda shu mutaxassislarning fikriga ko'ra 3 litrdan 5 litrgacha suvni ishlatib yuborar ekanmiz. Endi buni birgina Toshkent shahri agar misolda oladigan bo'lsak, agar 3 million aholidan 1,5 million aholi agar shu ertalab turib tongda tish yuvadigan bo'lsa, buni endi o'sha 5 litr, 7 litrni ko'paytirib, qancha suv isrof bo'lishini tasavvur qilavering. Endi men hali dushlarni, vanna yoki yozda isrof qiladigan shu basseynlar haqida gapirayotganim yo'q. Birgina mana shu tish yuvishni o'zida. Agar mana shu narsalarni, shu biz uchun arzimagan bo'lib ko'ringan narsalarni agar iqtisod qilishga, mana shu narsalardan o'zimizni isloh qilishni boshlaydigan bo'lsak, o'ylaymanki, mana shu oldimizda turgan shu suv taqchilligi bilan bo'lgan muammolarni nisbatan yengil kechib o'tamiz. Ya'ni yenga olamiz. Nasib etsa. Ravshan aka, har bitta yil yakunlanayotganda sohalardagi o'sha bo'lgan ishlar sarhisob qilinadi va kelgusi yil uchun maxsus rejalar tuziladi-da. Bu yilgi yilni sarhisobi va kelgusi yildagi rejalar haqida ham gaplashamiz. Albatta, endi bu sohada juda katta loyihalar qilindi. Ya'ni aholini ichimlik suvi bilan ta'minlash maqsadida o'z suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati tomonidan katta loyihalar amalga oshirildi. Oxirgi yillarning o'zida bu soha uchun xalqaro moliya institutlari tomonidan va o'sha mahalliy byudjetdan 27 trilliondan ortiq mablag' sarflandi. Buni natijasida mana shu oxirgi yillarda o'sha bir paytlar 50-60% bo'lgan aholini ichimlik suv bilan ta'minlanganlik darajasi bugunga kelib 80% dan oshdi. Ya'ni hali ham lekin o'sha 19-20% aholimiz hali o'sha muqobil suv manbalaridan foydalanish, ya'ni buloqlar yoki yetkazib berish va shunga o'xshagan manbalardan foydalanib suv ichishadi. Endi bitta-ikkita men vaqtimizni hisobga olib turib ortiqcha cho'zmoqchi emasman, bitta-ikkita raqamlar va misollarni aytmoqchiman. Ana shu ajratilgan mablag'lar hisobidan 3600 dan ortiq inshootlar qurildi, ya'ni suv inshootlari. Buning natijasida 8 milliondan ortiq aholi ilk bora respublika bo'yicha ilk bora ichimlik suv, ya'ni o'sha soddaroq qilib aytganda xonadonimizga kirib kelayotgan vodoprovod suvdan foydalana boshladi. Va 1 milliondan ortiq aholimizni o'sha kanalizatsiya tizimi yaxshilandi. Albatta bu borada endi ishlar juda ko'p, ya'ni o'sha undan tashqari 11 milliondan ortiq aholini o'sha ichimlik suv ta'minoti yaxshilandi. Ya'ni sifati yaxshilandi, xizmat sifati yaxshilandi. Shunga o'xshagan bir yutuqlar amalga oshirildi. Endi bitta misol men tushunarli bo'lish uchun va bu qilingan ishlar hajmini tasavvur qilish uchun bitta misolni aytaman. Mana shu bizda mana shu muammo bo'lgan voha viloyatlarimiz bor, Surxondaryo, Qashqadaryo viloyatlari. Mana shu hududlarda Dehqonobod degan tumanimiz bor. Bir vaqtlar mana shu tuman bor yo'g'i 1% gina suv bilan ta'minlanadi. 1.7% mi shunaqa bo'lgan. Ayni kunga kelib bu foiz 52% ga yetdi. Ana endi tasavvur qilishingiz uchun mana shu raqamni o'zi nazarimda yetadi. Endi albatta respublikani gapirganda Toshkent shahrini gapirmay ilojim yo'q, chunki shahar vakiliman o'zim. Toshkent shahrida bugungi kunda deyarli hududlarimiz suv bilan ta'minlangan, 98% 90 hududlar suv bilan ta'minlangan. 2% gina hududimiz qolgan. U ham bo'lsa mana shu 3 yil 4 yil oldin Toshkent viloyatidan o'tgan 42 ta mahallamiz hissasiga to'g'ri keladi. Ya'ni shu Toshkent viloyatidan o'tgan hududlar ayni kecha kunduzda hozir suvlashtirish bilan mashg'ulmiz. Ana shu hududlarni 2026-yilning so'ngiga qadar mana shu hududlarni to'liq suvlashtirish nazarda tutilgan. Toshkent shahriga bir kecha kunduzda 2400 atrofida, ya'ni mavsumga qarab turib 1.800 dan 2.400 kubgacha ichimlik suv beriladi. Bu deyarli respublikaning yarmi degani. Respublikaga bir sutkada 4.800 atrofida suv beriladi. Shuni yarmi
mana shu Toshkent shahri hissasiga to'g'ri keladi. Lekin ming afsuski, mana shu isrofgarchilikning asosiy qismi ham mana shu Toshkent shahri hissasiga to'g'ri keladi. Ya'ni shu yurtdoshlarimiz tomonidan maishiy, o'sha zarur bo'lgan maishiy ehtiyojlarimizdan tashqari, mana shu boshqa ehtiyojlar uchun ham ichimlik suvidan foydalanish holatlari juda ham ko'p. Dunyoning hech bir mamlakatida ichimlik suvidan mashina yuvmaydi, gilam yuvmaydi yoki bo'lmasa boshqa ehtiyojlar uchun ishlatmaydi. Faqatgina o'sha ichimlik suvi biz siz bilan men bilgan hojatxona, hammom hamda o'sha oshxona ehtiyojlari va ichish uchun ishlatilishi lozim. Ayni kecha kunduzda afsuski, lekin mana shu hammaga baribir bir xilda tushuntirib bo'lmaydi bu narsani. Lekin ancha odam tushunib qoldi, lekin albatta shu o'rinda yaxshi eslatdingiz. Natijaga ham erishdik. Ya'ni o'sha 3-4 yil oldin 2 million 400 atrofida to'liq suv berayotgan bo'lsak, hozir bu ko'rsatkich shu 1 million 800 gacha tushyapti. Ya'ni bu degani yaxshi natija degani. Targ'ibotlar samarasini beryapti. Albatta, targ'ibot, ko'rilayotgan choralar va o'sha xalq tilida aytganda ko'rilayotgan jarimalar albatta o'zini natijasini beryapti. Endi bitta narsani to'g'ri tushunish kerak. Bundan buyoq suv tekin bo'lmaydi. Bundan buyoq suv arzon bo'lmaydi. Mana shu narsani xalqimiz to'g'ri tushunishi kerak. Bu bilan men suvni narxi oshadi yoki shunga targ'ib qilmoqchi emasman. Lekin shunga tayyor bo'lish kerakki, men bitta misol aytaman. Yaqinda ijtimoiy tarmoqlarda va televideniyada bitta narsani ko'rdim. Germaniyada kanalizatsiya suvini ichimlik suv darajasiga tozalashdi. Ya'ni 13 ta bosqichdami tozalandi va suvni 1 kub narxi 50 yevrodan oshdi. Endi tasavvur qiling, kelajakda agar suvimiz muammo bo'ladigan bo'lsa, shu oldimizda turgan muammolar haqiqatda bizni agar o'ylantiradigan bo'lsa, biz kerak bo'lsa o'sha kanalizatsiya suvlarini tozalab turib, ichimlik darajasida berishimiz mumkin, lekin uni narxi boshqa bo'ladi. Shuning uchun bugundan mana shu suvni tejashga, bugundan boshlab mana shu xonadonimizda ishlatayotgan suvimiz, xoh u sug'orish bo'lsin, xoh boshqa ehtiyojlar bo'lsin. Albatta hammasidan mana shu belgilangan me'yorlar asosida, tejash asosida foydalansak maqsadga muvofiq bo'ladi. Rahmat, minnatdormiz. Kerakli bo'lgan, foydali bo'lgan ma'lumotlar uchun Ravshan aka. Studiyaga kelib turing. Mana shu yerdan boshlangan targ'ibotlar ham qarang, o'zini yaxshi samarasini beryapti va albatta har bitta xonadonda suv oqib tursin. Qaysidir ma'noda mayli o'sha suv tekin deydigan joyiga ham yetib boraylikda. Suv muammo bo'lmasin hech qachon hayotimizda. Albatta yaxshi niyat qilamiz. Iloyim mana shu kelayotgan yilimiz barcha narsalar qatori suvga ham boy bo'lsin, barakali yil bo'lsin, xalqimizning hayoti to'kin bo'lsin, sochin bo'lsin. Mana shu hukumatimiz tomonidan mana shu xalqimizning farovonligi yo'lida olib borilayotgan islohotlarda yaratganning o'zi madadkor bo'lsin. Yer to'ysagina el to'yadi. Albatta. Yer qachon to'yadi? Suv bilan to'yadi-da. Albatta. To'yinadi. Iloyim to'ysin, xalqimiz ham to'ysin, yerimiz ham to'ysin, hosillarimiz barakali bo'lsin. Dasturxonlarimiz barokatli bo'lsin, obi hayot hamisha mo'l ko'l bo'lsin. Albatta. Yaxshiliklar bardavom bo'laversin. Bizda jiddiy mavzuda bir lavhamiz bor, ko'ramiz va davom etamiz. Marhamat.